Bank haqidagi videodan keyin juda ko'p savol keldi. Bank foiziga yaqinlashmayman, lekin pulim kundan-kun qadrsizlanyapti. Nima qilay? To'g'ri, pulni uyda, hatto eng xavfsiz seyfda saqlasangiz ham, vaqt o'tishi bilan u o'z barakasini yo'qotadi. Chunki harakatsiz pul inflyatsiya uchun oson o'lja. Bugun men sizga O'zbekiston sharoitida pulingizni ham saqlash, ham halol yo'l bilan ko'paytirishning ikkita asosiy yo'lini ko'rsataman. Oltin, ishonchli qalqon. Nega yirik investorlar har doim oltinni talashadi? Chunki oltin bu qog'oz pul emas. Uni banklar bosib chiqara olmaydi. U inflyatsiyadan qochishning va daromad qilishning eng ishonchli yo'lidir. Keling raqamlarga qaraymiz. 2025-yil yanvar oyida 1 gram oltin o'rtacha 85 dollar edi. Agar siz o'shanda 10 ming dollarga taxminan 117 gram oltin olganingizda, hozirgi kunda 1 gram oltin o'rtacha 131 dollar bo'lsa, sizning 117 gram oltiningiz 15327 dollar bo'lardi. Tasavvur qiling, bir yilda 5327 dollar daromad. Bu yerda hech qanday foiz yo'q. Shunchaki aktivning real qiymati oshgan. Zamonaviy halol platformalar. O'zbekistonda atiga 100 ming so'm bilan investor bo'lishingiz mumkin. Bu yerda pulingiz 3 ta real yo'nalishga tikiladi. Savdo omonatlari, ko'chmas mulk va muddatli savdo. Ya'ni pulingiz havoda emas, real savdoda aylanadi. Bu Imanum platformasi. Agar xalqaro bozorga chiqmoqchi bo'lsangiz, 100 dollar bilan boshlasangiz bo'ladi va ular sizning sarmoyangizni jahonning eng yirik va halol kompaniyalari aksiyalariga yo'naltiradi. Bu Vahid platformasi. Muhim eslatma, har qanday investitsiyadan oldin ushbu platformalar halol ekanligiga shaxsan o'zingiz tekshirib, ishonch hosil qilishingizni tavsiya qilaman. Ko'rib turganingizdek, pulingizni foizli zanjirlarga bermasdan ham ko'paytirishning yo'llari yetarli. Eng asosiysi, daromadingizda shubha bo'lmaydi. Xo'sh, siz qaysi yo'lni tanlagan bo'lardingiz? Ishonchli oltinni yoki zamonaviy investitsiya platformalarinimi? Yoki baribir eski bank tizimi ma'qulmi? O'z fikringizni izohlarda qoldiring va pulini qayerga qo'yishni bilmayotgan do'stlaringizga bu videoni yuborib qo'ying. Bu yerda hech qanday reklama mavjud emas.